Assalomu alaykum hurmatli yigitlar. Mana ko'ringlar, ixchamgina oshxona bo'ldi. Barcha jinnis tayyor bo'ldi. Ochilsin. Qaranglar. 5 ta pichoq, bitta chopqisi bor. Chopqilar qaranglar. O'ta go'zal klapindan. Oxirigacha kelgan soplari. Bu kichkina pichoqlar, ixchamgina bilinma 13 sm ekan qildida, tag'ana. Barcha yengil chiqqan oshxonaga ishlatgan, qo'linglar ham tolimaydi. Boshqa ham bo'lmaydi. Soplari tabiiy chinordan. Gulvantlari mehyur. Qo'lga qora-qora boshqa narsa chiqmaydi. Ko'ringlar naqshlarini. O'zim qo'limda o'yganman. Katta pichoqlar o'ta dahshat chiqib olgan. Ko'ringlar kesishlarini. Xohlasa maza qilib ishlatasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. O'zbekiston bo'ylab dastlashkamiz bor, yetkazib beramiz. Tig'lariga ismlarini yozib, gullari tushirib, chiroyli qilib